2011-yil tana holatda bitta Matiz sotuvda. Metallari bor, kondisionerlargacha ishlaydi. Kraskalari va kapotda kraska bo'lgan. Almashgan ham aka bu. Kapot almashtirib yuborilgan kraska bo'lgan ekan. Qanotda kraska bor. Yana boshqa joyni tekshirib olsalar ham bo'ladi. 4 yumshoq baloni. Chexol polilari. Xo'p, chexoli yo'q. Poliga ham yo'q ekan. Evaga taqib kelgan ekan ichki holatlari. Mana 306 ming yurgan mashina. Holati yaxshi. Ichki holatlari, mashina metanda. Mayda shunda chaqa-chuqalari bor ekan. Mana tekshirib olsalar ham bo'ladi. Xo'p, pulini aka 3,5 mingdan tushib beramiz desa, tushib beriladi. Marakasigacha o'tib beriladi. Telefon nomeri-chi? 90 841 52 52. Ash nomer telefonga bemalol baraka qilsalaring. Xo'p, bir marta generalni beriladi. Qolgan keyingisida o'tkazib olasizlar. Agar iloji bo'lsa o'tkazib olsalaring ham yaxshi dedilar. Endi mashina dehqonda olib sotar baslar, o'zlarining mashinalari, o'zlarining nomlarida. Ash nomer telefon qilib bemalol baraka qilsalaring bo'ladi.